Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda suna so'zlarimiz haqida gaplashamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, benzinli variantdagi ikki xil varianti hamda glubinka suna so'zlarimizni bugungi video obzorimizda to'liq ma'lumotlarini berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Albatta sizlar uchun samarali video bo'ladi. Ko'rib turgan suna so'zlaring benzinga ishlaydi. Benzin rasxodlari soatiga 800 grammgacha benzin rasxod qiladi. Soatiga 60 tonna tashib berishga mo'ljallangan 76 lik suna so'zimiz bo'ladi. O'zini komplektidan nasatkalari, o'zini filtrlari komplekt holatda chiqadi. Bunimiz bo'ladigan bo'lsa, narxi arzonroq varianti menga kichikroqdan kerak degan akalarimiz uchun 30 tonnagacha soatiga bemalol tashib beraveradi. 50 lik benzin rasxodlari soatiga 400 gramm, rosa bo'lsa 500 grammgacha rasxod qiladi. O'zini gaz legirovkalari o'rnatib qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Torqich orqali o'tadigan variantda bo'ladi. Menga glubinka suna so'z kerak degan akalarimiz uchun suvlarimizni ichiga solib qo'yadigan glubinka suna so'zlarimizdan ham yetib kelgan paplovkli bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zini avtomatlari mavjud. To'klaring pasayib qoladigan bo'lsa, avtomatik tashab yuboradi. Bu suna so'zlarimiz 10 tonnadan tortib 60 tonnagacha bemalol suvlarimizni tashib beraveradi. Holatiga qarab, kilovatiga qarab oladigan bo'lsalaring 12 ta viloyat bo'lib, dastavkalarini bemalol qilib beraveramiz. Xohlasalaring benzinlidan, xohlasalaring glubinka, xohlasalaring mana bunday kachalkalarimiz uchun, artizonlarimiz uchun har xil variantda yetib kelgan glubinka suna so'zlarimizni ham eng kichkina variantda 0.25 kilovatdan tortib bemalol do'konimizdan kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qo'qon Yangi bozorda joylashgan bo'ladi. Pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring Telegram orqali to'liq ma'lumotlari, narx-navolari tashib beriladi. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.